Jahon chempionati finali kechasida vatani durang o'ynab turganida asablarini jilovlay olmay namoyishkorona maydondan chiqib ketdi. Kubokning oldidan mag'rur o'tib ketdi. Jahon futbolida kamdan kam sodir bo'ladigan voqeani kuzatdik. Mag'lub jamoa vakili chempion jamoadan ko'proq esga olinadigan bo'ldi. Keling tarixga nazar tashlaymiz. 1950-yil final. Braziliyaning yengilgani Urugvayning chempionligidan ko'ra kattaroq ko'lam hosil qilgan. Haligacha mag'lublar ko'p eslanadi. 1974-yil finalda nemislar g'alaba qozonishdi, chempion bo'lishdi. Lekin o'sha kuni kameralar nigohlari bitta siymoga qaratilgan edi. O'yindan oldin o'ldirilishi va'da qilingan Kroyevga. 1990-yil finalda yana Germaniyaning qo'li baland kelmoqda. Biroq yana boshqalar hurmatni ilib ketishyapti. Aniqrog'i bitta odam kumush medalni taqishdan or qilgan va hakamlar tomonidan sindirilgan o'yindan alami kelib ho'ng-ho'ng yig'layotgan Diego Armando Maradonaning tasviri dunyo aylanadi. 1994-yil Braziliyaning nursiz g'alabasi sharafini Roberto Baggioning penaltisi yo'qqa chiqarib yubordi. Hozirgacha AQSh musobaqasi yodga olinganida asosan italiyalik uzun soch yodga olinadi. Google'dan ham o'sha chempionat haqida ma'lumot so'rang, Baggioning penaltisi suratlari chiqib kelaveradi.